Assalomu alaykum hammaga, Muhron Spol kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan aynan onlayn daromad bo'yicha o'zimni yana bitta yo'nalishim bor degan edim. Esingizda bo'lsa, Amerika brendlari bilan ishlash va shu bo'yicha sizlarga 3 ta maslahat bermoqchiman. Amerika brendlari bilan ishlashda nimadan boshlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak va umuman men o'zim bu ishga qanaqa kelib qolganim haqida bugun ma'lumot bermoqchiman. Kanalimda agar siz yangi bo'ladigan bo'lsangiz, men ismim Muharram. Amerikada 4 yildan beri, mana deyarli 4 yildan beri yashab kelaman. Va ingliz tili ustozasiman. Shu bilan birga onlayn Amerika brendlari uchun maxsus kontent tayyorlab, shundan daromad qilaman. Va ayol qizlarimizga aynan ingliz tilidan dars berib, o'zimni bloglarimni yuritib, foydali maslahatlarim bilan bo'lishib, shu bilan birga shu UGC haqida, ya'ni mana Amerika brendlari bilan ishlash haqida ham ma'lumotlarimni berib boraman. Kanalimda aynan shu haqida ma'lumotlarni topasiz. Endi yana yaqinda o'zim juda ham yaxshi ko'rgan bitta yo'nalish bu audio kitoblar. Audio kitoblarni ham qo'shganman. Meni kanalimdan audio kitoblarni topishingiz mumkin va umuman kitoblarga tavsiyalarimni topishingiz mumkin. Inshaalloh umumiy ma'noda blogim har taraflama ayol qizlarimiz uchun juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, demak, birinchi masala Amerika brendlari bilan ishlayotganimda, to'g'ri ishlashga qanaqa kelib qolganman, nimadan boshlangan, nima sabab bu ish boshlangan o'zi? Nima sabab bu ish boshlangan o'zi? Chunki baribir o'zidan o'zi boshlanib qolmaydi hech nima. Biron bir narsa sabab bo'ladi. UGC ni boshlashimda nima bo'lgan? UGC deb mana imенно User Generated Content Creator, ya'ni brendlar uchun maxsus kontent tayyorlab beruvchi shaxs. Bu yo'nalish 10 yildan oshgan ekan o'zi ochilganiga. Men o'zim 2 yildan beri shu yo'nalishda ishlab kelyapman va nima demoqchiman? Qanaqa boshlangan? Shunchaki Amerika blogerlarini ham ko'rish boshlaganman. Amerikanskiy kontent deydi, ya'ni Amerika kontentlarini tomosha qilish boshlaganman. Shunda ko'pchilik уже nima deydi, side hustle deydi, ya'ni qo'shimcha daromad sifatida mana shu haqida ma'lumotlar berishni boshlashgan. O'zim ham qiziqish boshlaganman. Qanaqa qilib uyda o'tirib ayol kishi sifatida pul topishim mumkin deb bo'ladi. Bu qanaqadir sizga nimadir yetishmovchilik bo'lgandan emas yoki deb nimadir yana boshqa sabablardan emas, ya'ni moddiy jihatdan emas, shunchaki o'zingizda shaxsiy rivojlanishga va shunchaki o'tirmaslikka nima deydi, kuch paydo bo'ladi-da. Men shu bilan birga farzandlarimni nima deydi, anaqa qilish boshlaganman, homeschooling, ya'ni uyda ta'lim berish boshlaganman. Shu taraflama uyda ta'lim beradigan bo'lsam, bu degani asosiy qismi baribir farzandlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ularni nima deydi, tarbiyasiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ko'chaga bemalol chiqib, qayerdadir ishlash, unaqa narsalar menga to'g'ri kelmagan, xohlamaganman. Shuning uchun qiziqishni boshlaganman va aynan mana shu UGC yo'nalishini topib qolganman. Boshida tushunmaganman, nimadan boshlash kerak, qanaqa boshlash kerak, nima qilish kerak deb. Keyin sekin-asta har xil platformalarga a'zo bo'lganman, ariza topshirganman, keyin o'sha bu haqida o'rganish boshlaganman. Baribir ma'lumot qanaqadir yetarlidek ko'rinmagan ko'zimga, shuning uchun keyin kurs sotib olganman. 3 tami 4 ta kurs sotib olganman. Hozir eslolmayman, 4tacha kurs sotib olganman. 7 tachami gayд sotib olganman. Shu bilan keyin sekin-asta ishlashni boshlaganman. Natijalar bo'lgan, daromad qilish boshlaganman va o'zim aynan mana shunaqa qilib yarim yil davomida ishlab, bu narsani jarayonini ko'rsatib, blogimda bo'lishib borganman va shu bilan birga keyin savollar tushish boshlaganidan keyin, chunki o'zbek tilida deyarli bu haqida ma'lumot yo'q edi. Rus tilida ham o'zi unaqa ko'p emas edi ma'lumotlar. Keyin shu haqida ma'lumotlarni berib, kurs qilib, tashkil qilib, ayol qizlarimizga, Amerikadagi ayol qizlarimizga aynan uydan o'tirib ham daromad qilishni va aynan UGC yo'nalishiga kirib kelishligiga qaysi ma'noda hissamni qo'shganman. Endi siz boshlamoqchi bo'lsangiz nimalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu UGC kreatorlik, ya'ni UGC qilish bu blogerlik emas. Ya'ni blogingiz bo'ladi, blogingiz bo'lishini sabablari umuman boshqa. Blogingiz bo'lishini sababi boshqa va umuman UGC da blogerlik qilinmasligi boshqa-da. UGC da ham blog yuritasiz, faqat UGC da blog yuritganingiz asosiy sababi sizni brendlar ko'rishi uchun. Ya'ni siz o'zingizni namoyish qilib tanitishingiz uchun brendlarga sizni qayerdandir topish kerak-ku. Shu jihatdan, ya'ni siz qanaqadir lifestyle qilib, o'z haqingizda hayotingizni ko'rsatib va hokazo emas. Ya'ni misol uchun mana men hozir qilayotgan ish emas demoqchiman. UGC da asosiy e'tibor blog yuritgan bo'ladigan bo'lsangiz ham UGC ga qaratilgan bo'ladi. UGC content qilasiz. UGC da men mana shunaqa narsa qilib bera olmayman senga degan narsani brendga ko'rsatib berish uchun blog qilasiz. Endi agar yo'q, followerlar kerak emas, misol uchun blogsiz ham qilish mumkin deyish mumkin. Ha, blogsiz ham qilish mumkin. Bu qachonki maxsus platformalarda, maxsus agentstvalar orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz misol uchun, yokida portfolioz orqali
brendlarga email orqali aloqaga chiqadigan bo'lasiz. Endi bu sanaganlarim hozirgi kunda qaysidir ma'noda sal vaqt oladi va qiyinroq. Shuning uchun blog yuritib, shu narsani o'zingizni namoyish qilish nimasi bo'ladi? Yo'lida bemalol blog orqali ham o'zingizni namoyish qilib boshlab olsangiz bo'ladi Amerikada. Endi aynan qanaqa platformani tanlash kerak, qayerda boshlashim kerak, Instagrammi, YouTube'mi, TikTok'mi, qayerda qilish kerak deydigan bo'lsangiz, men shaxsan o'zim hozirgi kunga kelib, shuncha mana 2 yillik tajribam va umuman blog yuritish bilan umumiy hisobda, misol uchun blog yuritayotganimga 5 yil bo'layotgan bo'lsa va nima deydi, UGC qotganimga 2 yil bo'layotgan bo'lsa, aytgan bo'lardimki, aynan mana shu nima deydi, hozirgi kunda mana shu 2026-yilda ko'proq TikTokka e'tibor berish tarafdori bo'lardim. Chunki TikTokda hozir juda ham TikTok Shop rivojlanyapti va TikTok Shopda o'shanda siz daromad qilganingizda bemalol ham UGC orqali qilasiz, ham TikTok Shop orqali qilasiz, ham komissiyon orqali shu TikTok Shopdagi komissiyon va yana shunaqa programmasi bor, bilsangiz agar TikTokda sizni odamlar kuzatayotgani uchun, ya'ni kontentingiz uchun ham xuddi YouTube'ga o'xshab qilishingiz kerak bo'ladi-da. O'sha narsadan demak, nima daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rasizmi? Demak, bir nechta yo'nalishlari bor, bir nechta nima desa bo'ladi, boshlash uchun imkoniyatlar bor. Endi men shaxsan o'zim agar fikrimni aytadigan bo'lsam, iloji bo'lsa, boshida bitta platformaga fokus qiladigan bo'lsangiz, aynan shu TikTokni tanlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Bu sizni ya'ni boshlab olishingiz uchun. Endi bu faqat Amerikadami deydigan bo'lsangiz, agar TikTok bo'ladigan bo'lsa, asosan ha Amerikada, chunki TikTok Shopga biz e'tibor beramiz. Agar boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsangiz, boshqa platformalarga, misol uchun Instagramga qilsangiz, kattaroq yana nima bo'ladi, masshtabi, auditoriya kattaroq bo'ladi. Xo'p, kengroq bo'ladi demoqchiman. Endi boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni aynan UGC da ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga 3 ta maslahat. 3 ta maslahat. Mana shu 3 ta maslahatga amal qiling, inshaalloh sizga bu ish ancha oson bo'ladi, nasib qilsa. Xo'p, demak, bu 3 ta maslahat nima? 3 ta maslahatda siz birinchi o'rinda UGC da o'zingizga yo'nalish tanlab olishingiz kerak. Siz nima qilmoqchisiz? Qaysi yo'nalishda ishlamoqchisiz? Ya'ni bu nima degani? Misol uchun bu texnologiya bo'lishi mumkin, bu narsa beauty bo'lishi mumkin, bu narsa fashion bo'lishi mumkin, bu narsa bolalarning tarbiyasi, bolalarning sog'lig'iga oid narsalar bo'lishi mumkin, bu narsa kattalarning sog'lig'iga bo'lishi mumkin va hokazo. Tushundingiz? Ya'ni bir nechta yo'llari bo'ladi, ya'ni yo'nalishlari bo'ladi. Shulardan bittasini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bitta asosiy yo'nalish tanlab olishingiz kerak. Ikkinchisi, video turlaringizni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu video turlaringizni aynan yo'nalish tanlaganingizdan keyin tanlash osonroq bo'ladi. Nimaga? Chunki siz qanaqa video qila olasiz? Masalan, mana shunaqa gapirib video qila olasizmi? Yokida qanaqadir estetik video qila olasizmi? Yoki qila olmaysizmi? Mana shu narsalarni bilib olishingiz kerak. Yokida product demonstration deydi, ya'ni produktni ko'rsatib berish. Buni qanaqa ko'rsatib beradi? Misol uchun mana shu ichadigan mahsulotni qanaqa ko'rsatib berasiz? Qanaqa qilib ko'rsatib bera olasiz? Mana shu narsani aniqlab, video turingizni o'zingizga aniqlab olishingiz kerak. Bu qiyin emas. Video types deb yozadigan bo'lsangiz yoki video turlari deb ChatGPT ga yozadigan bo'lsangiz, bir nechta video turlarini sizga aniqlab tushuntirib beradi va o'zingizga to'g'ri kelganini bilib olasiz. Endi uchinchisi, bilib oldingiz, mana shu ikkita taraflama, ya'ni yo'nalish va nima deydi, video turi. Endi bu ikkalasini qilganingizdan keyin yana nimaga e'tibor berishingiz kerak? Uchinchi maslahat bu o'zingizni price listingizni, o'zingizni polniy shaxsligingizni tushunib olishingiz kerak. Qanaqa shaxssiz? Ya'ni brendga nima bera olasiz? O'tda nimalarni berasiz? Ya'ni siz estetik kontent qiladigan bo'lsangiz va hokazo, qanaqa video tur qilishingizdan qat'iy nazar, yana brendga nima berasiz? Qanaqa qadriyatlaringiz bor? Mana shu narsalarni yozib oling. Qanaqa bu umumiy ma'noda-da. Chunki faqat blog yuritish emas. Masalan, aytaylik, menda pul beraman desa ham, o'zimni ko'rsatmayman deydigan taqdirimda ham harom narsalarni ko'rsatmayman, misol uchun. Yokida shaxsiyatga tegishli, masalan, endi shaxsiyatimiz shaxsiy gigiyenaga tegishli narsalarni deyarli ko'rsatmayman, misol uchun. Aynan agar bu narsa haqiqatan xunuk holatda bo'ladigan bo'lsa, yokida aytaylik, biron bir yana intimli narsalar deyiladi. Bu narsadan anaqa qilmayman, bekitmayman. Intimli, masalan, er-xotinning munosabatlariga, jinsiy hayotga tegishli bo'lgan narsalar, jinsiy narsalarga tegishli bo'lgan narsalarni ko'rsatmayman. Misol uchun, pijamalar ham bo'lishi mumkin, har xil yana boshqa kiyimlar bo'lishi mumkin, qanaqadir gel va hokazo. Nimadirlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa narsalar ham ko'p chiqadi, chunki juda ham ko'p chiqadi bu narsalar. Hattoki estetik kontent uchun ham chiqadi-da, yaxshi daromad beradi bu narsalar. Yokida shunaqa vitaminlar bo'ladi, ichida narkotik bor, misol uchun, va sizga $700-800 beradi. Mana shu narsalarni siz men qiling, qilmayman demayman hech kimga. Hammani o'zini xohishi, o'zini qadriyatlari va o'zini qarorlari. Lekin men shaxsan o'zimga mana shu qadriyatlarni belgilab olganman. Ya'ni brend bilan ishlayotganda nimalarga e'tibor beraman. Bu endi qadriyatlar jihatdan. Endi pul jihatidan. Ya'ni men unga nechta pulga qilib beraman. Mana shu narsalarni ham aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizning kontentingizni nechta pulga baholaysiz.
uchun mana shu narsalarni ham aniqlab olganingizdan keyin siz o'sha ishlashni sahal bo'lsa ham bundoq ko'rasizda. Ya'ni yo'nalish tanladingiz, shu tanlagan yo'nalishingizda qanaqa videolar ola olasiz, to'g'ri keladimi ya'ni sizga. Undan keyin ya'ni o'sha baholashingiz, ya'ni videolaringizni baholash. Mana shu narsalar hammasini jamlaganingizdan keyin ayni mana shu UGC yo'nalishi sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qligini bilib olasiz. Mana shu 3 ta maslahatga amal qiladigan bo'lsangiz, UGC yo'nalishi sizga to'g'ri keladimi yoki kelmaydimi aniq bilib olasiz. Mana shu narsalarni keyin shunchaki o'tirib, ha deb hozir o'tkazib videoni shundoq eshitib bo'ldi, o'tkazib yuborish emas. Aynan hozirning o'zida o'tiring, hozirgi mana shu eshitgan ma'lumotlaringiz bilan o'tiringda yozing. Tushundingizmi? O'shanda bilasiz. Qani qanchalik maqsadingiz aniq, qanchalik siz mana shu narsadan daromad qilmoqchisiz. Mana shu narsani bilganingizdan keyin qanchalik bu narsa sizni harakatga keltirayotganini tushunganingizdan keyin bu yo'nalish, UGC yo'nalishi sizgami yoki sizga emasmi bilib olasiz. Xo'p, demak, asosiy gaplar, asosiy maslahatlar, asosiy mavzu shu edi. Yana UGC va o'z umuman brendlar bilan aloqa qilishda, brendlar bilan ishlashda nimalarga e'tibor berish kerakligini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, kommentariyada yozing, savollaringizni bering. O'zingizning shaxsiy savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, so'rang mendan. Nima qilishingiz kerak, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, hammasini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta yozing, men javob beraman inshaalloh. Va agar siz umuman onlayn daromad haqida qanaqadir yana savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, unga ham yozing. Inshaalloh bu haqida ham javob beraman. Nasib qilsa keyingi videolarda ko'rishguncha, hozirgi holatimda bilmayman qaysi mavzuda video qilaman. Chunki bu har doim o'sha kelgan nima deydi, savollardan kelib chiqib, shu bilan birga yana qaysidir ma'noda настроение, kayfiyatimdan kelib chiqqan holatda videolar tayyorlayman. Sizlarga haqiqiy nima desa bo'ladi, men bilan javob berish uchun. Qanaqadir tayyorlanmagan tekst bilan emasda, aynan haqiqiy men bilan javob berish uchun va aynan haqiqiy nima desa bo'ladi, Muharram bilan gaplasha olishinglar uchun. Demak, bugungi asosiy videomizni mavzusi shu edi. UGC onlayn daromad Amerika brendlari bilan ishlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, 3 ta maslahat va o'zim qanaqa bu yo'nalishga kelib qolganim. Sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Menga albatta obuna bo'lib oling va savollaringiz bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozing, javob beraman.